Do'kon holatini umumiy tahlillashtirish uchun sizga hisobotlar taqdim etildi. Birlashtirilgan hisobotlarda siz umumiy holatdagi kerakli muddatni tanlaganingizdan so'ng sof daromadingizni ko'rish imkoniyatingiz, umumiy daromadingiz necha pulligini, o'rtacha chekingiz necha pulligini, o'rtacha nechta mahsulot sotilayotganligini va o'rtacha chegirma miqdorini ko'rish imkoniyatini beradi. O'rtacha ustama haq necha pulligini, undan tashqari umumiy nechta tovar sotilganligi va nechta tovar qaytarib olinganligini ko'rish imkoniyatini ham beradi. Bundan tashqari siz daromad statistikasini ko'rishingiz mumkin. Yalpi daromad, sof daromadni ko'rsangiz ham bo'ladi. Umumiy summada necha pul bo'lganligi, tannarxi bo'yicha necha pul sotganligingiz, chegirma bilan sotilgan mahsulotlar va umumiy eng yaxshi sotilgan top 10 talik mahsulotingizni ko'rish imkoniyati bor va top 10 talik toifalarni ham ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Undan tashqari sizga o'zi yangi mijoz nechta keldi, eski mijozingizdan nechtasi xarid qildi. Undan tashqari eng katta xarid va eng yaxshi 10 ta mijozni ham alohida ko'rish imkoniyatingiz bor. Undan tashqari birlashtirilgan hisobotda sizga eng yaxshi 10 ta sotuvchilaringizni ham alohida ajratib chiqarib beradi. Bularni barchasini siz jadval ko'rinishida ham ko'rishingiz mumkin. Jadval ko'rinishida har bir kunga bo'lingan holatda yoki umumlashtirilgan holatda ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Tafsilotlarni xohlasangiz kun bo'yicha, xohlasangiz haftalik, xohlasangiz oylik bo'yicha ko'rish imkoniyatingiz ham bor. Bu yerda sizga umumiy nechta pul daromad qildingiz, tannarxi bo'yicha nechta mahsulot sotdingiz, to'rog'i necha pullik mahsulot sotdingiz, undan tashqari chegirma foizingiz va shunga o'xshash ma'lumotlarni barchasini ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Xohishingizga qarab yuklab olishingiz ham mumkin. Yuklab olayotgan paytingizda xohlasangiz Excel, xohlasangiz PDF formatida ko'chirish imkoniyatingiz ham bo'ladi. Barcha hisobotlarni tahlil qilib, siz do'koningizni rivojlantirishga hissa qo'shishingiz mumkin.